Ko'chalar, oydin ko'chalar. 2026-yilda mahallalarga byudjetdan 400 milliard so'm yo'naltiriladi. Shuningdek, joriy yilda mahalla bankirlari va hokim yordamchilariga 7,5 trillion so'm resurs ajratiladi. Yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlar hayotimizning eng kichik, ammo eng aziz bug'ini, mahallalar qiyofasini ham tubdan o'zgartirmoqda. Bugungi dasturimiz orqali mahalla tizimida amalga oshirilgan va bajarilishi lozim bo'lgan ishlarga to'xtalamiz. Mahallaga bunchalik e'tibor qaratilmagan. Eng katta bizga yaratilgan qulayliklardan biri mahallada 7lik faoliyati yo'lga qo'yildi. Yoshlar daftari bu bevosita imkoniyatlar daftari hisoblanadi. Bunaqa sharoitda ta'lim olayotgan bolalar kelajakda o'z sohasini yetuk mutaxassis bo'lib chiqishiga biz ishonamiz. Prezidentimizning barcha islohotlarida inson qadri ustun turibdi. Hozirgi kunda tadbirkorlarga katta e'tibor qaratyaptilar. Bu murojaatnoma kelgusidagi faoliyatimizga dasturiy amal bo'lib xizmat qiladi. Muhtaram prezidentimiz yoshlar bu kelajak deb alohida ta'kidlab o'tdilar. Mahallalarga yangi O'zbekiston qiyofasini olib kirish, Mahallani rivojlantirish yo'lida doim harakatdamiz. Mahallalarimiz oldin qanday ahvolda edi, hozirgi holatini ko'rsangiz juda ham chiroyli. Muhtaram prezidentimiz yaratib bergan mahalla 7lik tizimi orqali hamma muammolar shu yerda hal bo'ladi. Yurt obodligi avvalo mahalladan boshlanadi. Aynan mahalladagi shart-sharoitlarga qarab odamlar islohotlarga baho beradi. Mahalliy infratuzilmasini tubdan yaxshilash orqali yurtimiz har tomonlama rivojlanadi. Uning qiyofasi yanada go'zal va obod bo'lib boradi. Shu bois ham mahalla davlat siyosatining tayanch nuqtasi. Aholining fikri, har bir tashabbusi tinglanadigan, muammolari bartaraf etiladigan minbarga aylanmoqda. Bugun davlat rahbarining murojaatnomasida ilgari surilgan g'oyalar mahalla hayotiga singib, islohotlarning amaliy samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. 20 yildan beri faoliyat olib boraman mahalla tizimida. Avval mahallaga bunchalik e'tibor qaratilmagan. Hozirgi kunda prezidentimiz tomonidan juda ham ko'p sharoitlar yaratildi. 7lik tashkil etilgandan keyin 7lik tizimi bilan birgalikda hamkorlik ishlarimiz olib borilyapti. Chiroyli sharoitlar yaratildi. 2025-yilda 5 million aholi daromadli bo'lib, ishsizlik darajasi 5,5% dan 4,9% ga tushdi. 1,5 million ehtiyojmand aholi kambag'allikdan chiqdi. 1435 ta mahalla kambag'allik xoli hududga aylandi. Kambag'al oilalarga mansub 168 ming nafar bola davlat bog'chalariga imtiyozli asosda qabul qilindi. Kambag'allik darajasi 8,9% dan 5,8% ga tushdi. Muhtaram prezidentimiz tomonidan katta ishonch bilan ushbu lavozim joriy qilgan ushbu mahallada 2022-yil 21-yanvardan beri faoliyat yuritaman. Ishni yoshlarni ijtimoiy holati, ularning qiziqishlarini o'rganishdan, qatlovdan boshlaganman. Muhtaram prezidentimizni yoshlarga ishonib ish olib borayotganlarini yana bir misoli sifatida 2024-yilda men xalq deputatlari Sergeli tuman kengashi deputati bo'lib saylandim va Sergeli tuman kengashida eng yosh deputat hisoblanaman. Meni okrugimda 2 ta mahalla bor, Qo'shqo'rg'on va Asrobod mahallalari. Muhtaram prezidentimiz yaratib bergan mahalla 7lik tizimi orqali hamma muammolar shu yerda hal bo'ladi. Mahalla 7lik tizimi quyi tizimdagi eng davlat uchun ahamiyatli o'rinlardan bittasi hisoblanadi. Faoliyatimga 10 yil bo'ldi. 8 yil xotin-qizlar faoli bo'lib ishladim. Oxirgi 4 yilda mahalla raisi lavozimida ishlayapman. Hozirgi kunda mahalla fuqarolar yig'inlariga hurmatli prezidentimiz tomonidan juda katta e'tibor berilmoqda. Eng katta bizga yaratilgan qulayliklardan biri mahallada 7lik faoliyati yo'lga qo'yildi. Bu degani shu mahalla fuqarolar yig'inida har bir 7likni o'ziga biriktirilgan faoliyati, o'ziga biriktirilgan vazifalari yuklatilgan. 7lik bu bizga juda katta imkoniyatlar berdi. Mahallada ishsizlikdan hududga aylantirish borasida bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Bu borada biz mahalla 7ligi birgalikda qo'lni qo'lga berib, mahalladagi fuqarolarni davlatdan roziligini olish borasida xonadon-xonadon, uyma-uy yurib, ularning muammolarini o'rganib, 7lik tizimi xodimlari o'ziga biriktirilgan vazifalarini sidqi dildan amalga oshirib kelishmoqda. Kredit, subsidiya, kompensatsiya kabi 100 dan ziyod xizmatlar orqali ijtimoiy himoyaning mutlaqo yangi tizimi yo'lga qo'yildi.
keldi. Ish faoliyatimda guvohi bo'lyapmiz. Hozirda aholini qanchadan qancha muammolari mana mahallani o'zida hal bo'lyapti. Aholi mahallaga kelib o'zi xohlagan yo'nalishi bo'yicha bemalol yordam ola olyapti. Mahallada hamma muammolari hal bo'lyapti. Mahallaga kelganda har bitta jarayonni o'zini xodimlari bor. O'sha vaziyatda ish olib boriladigan. Masalan, o'zim faoliyatimdan kelib chiqadigan bo'lsak, faoliyatim mobaynida ijtimoiylashuvdan ortda qolgan, og'ir ahvolga tushib qolgan, masalan, nogironligi bo'lgan fuqarolarni adaptiv sportlarga jalb qildik. Ijtimoiylashuvda ularni bandligida ta'minlandi. Mahallada shunday ijtimoiy xodim borligi, davlat tomonidan ko'prik biz orqali masalan qanchadan qancha masalalari hal bo'lmoqda. Fuqarolarning roziligini ko'rganimizdan keyin yana ham kasbimizga bo'lgan muhabbatimiz oshib bormoqda. 8,5 milliondan ziyod fuqaro kambag'allikdan chiqdi. Ishsizlik 2 karra qisqardi. Albatta bu raqamlar, natijalar bilan kifoyalanish yo'q. Kelgusida mahalla tizimi xodimlari oldida bundanda ulkan va katta vazifalar turibdi. Zero davlatimiz rahbari murojaatnomasida ham mahalla fuqarolari raislari uchun qator vazifalar belgilangan. O'tgan yilning dekabr oyida hurmatli prezidentimiz tomonidan Oliy Majlisga va xalqimizga yo'llagan murojaatnomalarini juda hayajon bilan tingladik. Murojaatnomada hurmatli prezidentimiz ustuvor 6 ta yo'nalishni belgilab o'tdilar. Eng birinchi ustuvor yo'nalish mahalla tizimida mahalla infratuzilmasini rivojlantirish hamda barcha tuman va qishloqlardagi chekka joylardagi mahallalarga yangi O'zbekiston qiyofasini olib kirish kerakligini aytib o'tdilar. Biz mahalla xodimlari bu murojaatnomadan juda katta ruhlandik, juda katta o'zimizga kerakli vazifalarni belgilab oldik. Xalq bilan davlat o'rtasidagi ko'prik tayanch vazifasini bajarib, mahalladan aholini muammolarini hal qilish, kambag'allikdan chiqarish, aholini daromadini yuksaltirish, ularni o'sha daromad topishga yo'naltirish kerakligini biz anglab yetdik. Bu borada 26-yilni birinchi choragi davomida biz o'zimizga kerakli yo'l xaritalarini tuzdik, rejalarini tuzdik. 2026-yilni mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb e'lon qilingani ham mahalla yettiligi va faollari nuroniylar oldidagi mas'uliyatni yanada kuchaytirmoqda. Muhtaram Prezidentimizning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga yo'llagan murojaatnomalarida 2026-yil aynan mahalla tizimiga qaratilganligini, davlat dasturi aynan mahalla haqida bo'lganligini alohida aytib o'tdilar. 2026-yilda ham 2025-yildagidan ko'ra ko'proq yangicha loyihalarga qaratishimiz lozimligini aytib o'tdilar. Muhtaram Prezidentimiz yoshlar bu kelajak deb avvalambor yoshlarga diplom emas, kasb, hunar o'rgatishimiz kerak. Alohida ta'kidlab o'tdilar. Mahalla tizimida ishlashni o'zi ham bu katta faxr hisoblanadi. Muhtaram Prezidentimizning bu katta ishonchi. Biz 2026-yilda va bundan keyin ham Prezidentimizga sadoqat bilan xizmat qilishdan to'xtamaymiz. Muhtaram Prezidentimizning ishonchini albatta oqlaymiz. Mahalla yettiligi birgalikda, jipslikda, hamkorlikda ishlab, mahalla infratuzilmasini rivojlantirib, mahallamizda yoshlarning bandligini ta'minlashda birga ishlashga harakat qilamiz. Bugun murojaatnomadagi topshiriqlar yuzasidan hududlarda allaqachon ishlar boshlab yuborilgan. Endilikda mahalla xodimlari murojaatnomada belgilab berilgan ustuvor vazifalarni o'z faoliyatida qo'llab, aholi bilan hamkorlikda ishlamoqda. Mahallaga yangi O'zbekiston qiyofasini olib kirish, ko'cha va xiyobonlarni, xonadonlarni obod qilish, aholini daromadli mehnat bilan band qilish, kambag'allikni bartaraf etish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Prezidentimiz murojaatnomada mahallalarimizni rivojlanish uchun juda kerakli va zarur tashabbuslarni ilgari surdi. Va menga eng yoqqan tomoni murojaatnomada eski qadriyatlarimizni yanada yuksaltirish, rivojlantirish uchun alohida to'xtalib o'tdilar. Bunda mahallamizni yoshlarga faol ishtirok etmoqda. Hozirda mahallamiz xotin-qizlari va yoshlar yetakchisi tomonidan ham qadriyatlarimizni kengaytirish maqsadida bir necha ishlar amalga oshirmoqda. 2026-yilda keng loyihalar maqsadlarini oldimizga qo'yganmiz. Bundan keyin ham ishlarni jadallashtirib, mahalla yettiligi tomonidan birgalikda, birdamlikda ishlarni amalga oshiramiz. Keyingi yillarda Sergeli tumanidagi mahallalar qiyofasi ham sezilarli o'zgardi. Aholining turmush farovonligi oshdi. 24-yil may oyidan beri mahallada kompleks xizmat ko'rsatuvchi ijtimoiy xodim lavozimida ishlab kelmoqdaman. Ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlami bilan
ish olib boramiz. Bunda 12 ta toifa bilan ishlaymiz. Yolg'iz keksalar, nogironligi bo'lgan fuqarolar, kam ta'minlangan oilalar bilan ish olib boramiz. Prezidentimizning barcha islohotlarida inson qadri ustun turibdi. Shuning uchun ham bugungi kunda aholi, xalqimiz hayotdan mamnun, mahalladan mamnun. Biz ham o'zimizni kasbimizdan faxrlanib ish olib bormoqdamiz. Bu yil mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yilida mahalla yettiligi bilan faoliyatimizni ishtiyoq bilan olib borishga, prezidentimizning ishonchini yanada oqlashga harakat qilamiz. So'nggi yillarda Obod mahalla dasturi doirasida ham minglab hududlar qiyofasi yangilandi. Sergeli tumanidagi Nurhayo mahallasi ham shular jumlasidan. Muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan mahallamiz Obod mahalla dasturiga kiritildi va shundan so'ng mahallamizda ikkita nuroniylar maskanida yoshlar va nuroniylar uchrashuvlari olib borilmoqda. Undan tashqari bitta amfiteatr va 7 ta bolalar maydonchasi qad ko'tardi. Undan tashqari bitta futbol maydonchasi bunyod etildi. Aynan yoshlarimizga bo'lgan imkoniyatlar juda ham kengaydi. Bu yilgi 5 tashabbus olimpiada musobaqalarida mahallamiz yoshlari o'rtasida 7 nafar respublika bosqichida o'rin olgan yoshlarimiz va undan tashqari bitta paralimpiada yo'nalishi bo'yicha birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Albatta bu narsa yoshlarimizni imkoniyatlariga bo'lgan javobi deb bilaman. Mahallalarda tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi aholi soni ortdi. E'tiborlisi bu orqali mahalla fuqarolarining ish bilan ta'minlanganlik ko'rsatkichi ham oshdi. Prezidentimiz hozirgi kunda tadbirkorlarga katta e'tibor qaratyaptilar. Yildan-yilga o'zgarishlar yaxshi. Prezidentimiz tashabbuslari, islohotlarini natijasida mana korxonamizda faoliyatlar kengaydi. Avvaliga qaraganda rivojlanishlar yaxshi. Hozirgi kunda mahsulotlarimizda 100 dan ziyod turlari mavjud. Eksport hajmi ko'paygan. Eksport Tojikiston, Ozarbayjon, Turkmanistonga, bir yaqinda shu Mongoliyadan qiziqish bildirishdi mahsulotlarimizga. Korxonamizda ham shu mahallani xotin-qizlari ishga olganmiz. 20 ta fuqaroni ish bilan ta'minlaganmiz. Bu yaqin transportdan qiynalishmaydi. Shu mahalla o'ziga chiqib ishlab ketishadi. Faoliyatimiz davomida to'siqlar yo'q. Prezidentimizga rahmat. Kelgusida rejalar shu korxona hajmini ham ishlab chiqarish ham, kengaytirish, har xil turdagi mahsulotlarni ishlab chiqarish, eksportni yanada yo'lga qo'yish, ishsizlar sonini mahallada kamaytirish, ish bilan ta'minlash, xalqimizga xizmat qilib, yaxshi mahsulotlar, sifatli mahsulotlar chiqarish rejalashtirmoqdamiz. Tumanning birgina Qo'shqo'rg'on mahallasida ham 60 dan ziyod tadbirkorlik subyektlari faoliyat yuritmoqda. Boshimiz tomonidan yaratilayotgan tadbirkorlarga imkoniyatlardan to'liq foydalanish maqsadida mahallamiz hududida 60 ga yaqin tadbirkorlik subyektlari ro'yxatdan o'tkazib, bugungi kunda o'z faoliyatlarini olib bormoqda. Muhtaram yurtboshimizni murojaatnomalaridan kelib chiqib, yana oilaviy tadbirkorlik, ayollar kasanachiligini rivojlantirish maqsadida fuqarolarimizdan murojaatlar kelib tushgan. Mahalla hududida aynan tadbirkorlik subyektlarini barpo etilishi ham asosiy ko'zlangan maqsad. Bu o'sha hududdagi aholini bandligini ta'minlash, uni kambag'allikdan chiqarish va tadbirkorlikka jalb etishdan iborat. Hurmatli yurtboshimizning murojaatnomalarida ham shu maqsad ko'zda tutilgan. Aholini bandligini ta'minlash, kambag'allikdan chiqarish ko'zda tutilgan. Yurtboshimiz ilgari surgan tashabbuslari bugun kuni siyosati darajasiga chiqib, mahalla instituti, mahalla jamiyatida o'z aksini topmoqda. Yilni nomlanish ham mahallaga qaratilgan e'tibor, jamiyatning quyi bo'g'ini mahalla deb e'tirof etilishi aynan biz mahalla xodimlarini xursand qilib, ishga bo'lgan ishtiyoqni, mas'uliyatni oshiradi. Mahalla yoshlariga berilayotgan imkoniyatlarni ham e'tirof etmay ilojimiz yo'q. Bugungi kunda yoshlarga berilayotgan imkoniyatlardan yana bir misol qilib, yoshlar daftari tizimini alohida aytib o'tish joiz deb hisoblayman. Chunki yoshlar daftari bu bevosita imkoniyatlar daftari hisoblanadi. 30 dan oshiq yordamlar aynan yoshlar daftari tizimi orqali ko'rsatilyapti. Xususan bulardan oliy ta'limda o'qish uchun kontrakt pullarining bir qismi va shunga o'xshash ko'plab yordamlar aynan yoshlar daftari orqali ko'rsatiladi. Bu esa yoshlarga bo'lgan ishonch, ularga motivatsiya va hayotda o'z o'rinlarini topishga yana bir qadam bo'ladi. 2025-yilda yana bir yoshlar uchun katta imkoniyat bo'lgani bu dolzarb 90 kun oyligi bo'lib o'tdi. Dolzarb 90 kun oyligida ta'tilda bo'lgan yoshlarni 90 kun davomida yoshlar yetakchilari hamda tegishli hamkor tashkilotlar bilan birgalikda 90 kun davomida ularning ta'tillarini mazmunli tashkil etish bo'yicha samarali ishlar olib borildi. 2025-yilda mahallamiz yoshlaridan juda ko'p iqtidorli yoshlar chiqdi. Ularning 15 nafari 2025-yilda maktabni tamomlagan bo'lsa, 15 nafari ham
oliy ta'lim talabasi bo'lib o'qishga kirdim. Har bir hududda qanday obyekt yetishmasa bosqichma-bosqich bunyod etilmoqda. Bugun xontepaliklarning ham quvonchi cheksiz. Boisi mahalla hududidagi zamonaviy 82 davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining yangi yildan foydalanishga topshirilishi hudud aholisi uchun ko'plab qulayliklarni yuzaga keltirdi. Bog'chamiz bir oy oldin ishga tushirildi. Avval bog'chamiz bir qavatli eski bino edi. Hozirgi kunda 3 qavatlik zamonaviy bog'cha qurib topshirildi. Avvalambor xodim sifatida ham ona sifatida bu yaratib berilgan sharoitlardan juda ham xursandmiz. Hamma sharoitlar bor bog'chamizda, zamonaviy jihozlar bilan ta'minlandi, o'quv qurollar berildi. Avval bog'chamiz 120 o'rinlik bog'cha edi. Hozirgi kunda 240 o'rinlik bog'cha 2 baravarga oshdi. Har bitta ota-ona shunaqa zamonaviy bog'chaga o'z farzandini berishini, ta'lim olishini xohlaydi. Albatta ochilish marosimimizda mahallamiz faollari ishtirok etishdi. Ular ham juda ham xursandligini bildirishdi. Hozirgi kunda ham ota-onalarimiz kelib bolalarini bog'chada berib ketishyapti. Ko'ngillari xotirjam. Shunaqa ta'lim olayotgandan, shunaqa sharoitda bolalari kelib ketayotgandan ular ham xursand albatta. Albatta bunaqa sharoitda ta'lim olayotgan bolalar kelajakda o'z sohasini yetuk mutaxassis bo'lib chiqishiga biz ishonamiz. Shunga qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Bunaqa sharoitda ta'lim olayotgan bolalar kelajakda vatanimizga, mahallamizga, yurtimizga xizmat qiladigan bolalar bo'lib yetishishiga ishonamiz. Har bir mahalla hududida barpo etilayotgan kutubxona ham ertangi kun egalariga kiritilayotgan katta investitsiyadir. 2025-yilda mahallamizda kutubxona bunyod qilindi. Aholimiz bundan minnatdor. Prezidentimiz 2026-yil murojaatnomalariga asosan 6 ta yo'nalish belgilab qo'yilgan. Asosiy birinchi yo'nalishi mahalla tizimiga qaratilgan bo'lib, mahalla infratuzilmasini yaxshilash borasida ishlarni tashkillashtirish belgilab berilgan. Muhtaram prezidentimiz murojaatnomalariga asosan yangi yilda yangi rejalar amalga oshirilishi ko'zda tutilgan. Mahallamiz infratuzilmasini yanada yaxshilash, fuqarolarga, mahalla aholisiga sharoit yaratish maqsadida 500 o'rinli bog'cha qurish reja qilingan. Bundan keyin ham 7 bilan birgalikda shijoat bilan mahallani yuksaltirish, infratuzilmasini yaxshilash, aholiga sharoit yaratish maqsadida qo'ldan kelgancha shijoat bilan ishlarimizni davom ettiramiz. Bugun prezidentimiz tamal toshini qo'yib bergan Yashil makon umummilliy loyihasi ham hududlar qiyofasini obod etmoqda. Mazkur tashabbus endilikda mahallalarda ham faollik bilan davom ettirilmoqda. Mahallalarimiz oldin qanday ahvolda edi, hozirgi holatini ko'rsangiz juda ham chiroyli. Bundan aholi ham juda minnatdor. Toza ozoda ko'chatlar ekilmoqda. Prezidentimiz Yashil makon loyihasini ham o'zi boshlab berib, tamal toshini qo'yib berdi. Yashil makon doirasida prezidentimiz yonma-yon biz bilan ko'chat ekib gaplashganimizda ham yuqori motivatsiya oldim. Undan keyin ishimga bo'lgan munosabatim ham o'zgarib, yanada ham shijoat bilan ish olib bormoqdamiz. Har yili mahallamizga ko'chatlar ekib, mahallamizda yanada ham gullab yashnasida o'z hissamizni qo'shib, Yashil makonda loyihalarni davom ettirib kelmoqdamiz. Aholimiz bundan juda ham mamnun. Aholi tashabbus ko'rsatib ishtirok etadi. 2026-yilda har bir viloyatda 2-3 tadan tuman tanlanib, ulardagi hamma mahallada barcha muammolarni bir vaqtda hal qiladigan tizim yaratiladi. Mahalla sanoat va xizmat loyihasi orqali 10 mingdan ziyod ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish loyihalarini ishga tushirish uchun 5 trillion so'm kredit beriladi. Kredit foizining milliy valyutada 10% gacha, xorijiy valyutada 4% gacha bo'lgan qismi tadbirkorlik kompaniyasi tomonidan qoplab beriladi. Byudjetdan 400 milliard so'm yo'naltiriladi. Natijada mahallalarda 100 mingta yangi ish o'rni yaratiladi. Muhtaram prezidentimiz tarixiy murojaatnomalarini onlayn tarzda eshitdim. Prezidentimiz bugungi kunda mahallani rivojlantirish hamda mahallani yuksaltirish bo'yicha juda katta yo'l xarita qilib berdilar. Shu yo'l xarita asosida ish olib boryapmiz. Muhtaram prezidentimiz ishsiz bo'lgan fuqarolarni har birini o'rganib, ish bilan ta'minlashga juda katta e'tibor qaratganlar. Hozirgi paytda ajrim yoqasiga kelib qolgan oilalarni sog'lom turmush tarziga qaytarish, ish bilan ta'minlanmagan, kasbga ega bo'lmagan xotin-qizlar bo'yicha ish faoliyatimni olib boryapman. Tumanimizda mehnat yarmarkalari bo'lyapti. Shu mehnat yarmarkalariga olib borib, korxonalarga olib borib, ish faoliyati bilan tanishtirib, doimiy ishga joylash choralarini ham ko'ryapmiz. Prezidentimiz tomonidan xotin-qizlarni oliy ta'limga kirishida juda katta e'tibor beryaptilar. Imtiyozlar, kredit berishda ko'maklashib, tadbirkorlikni rivojlantirishda yordam ko'rsatishyapti. Bu ishlarning ko'lami yanada ortadi. Bugun bu islohotlarning barchasida davlat rahbarimiz turibdilar. Prezidentimiz bilan kamarbasta bo'lib, yo'l xarita asosida ishlab, mahallani rivojlantirish yo'lida doim harakatdamiz. Shuningdek, har bir mahallada 40 tadan mikro loyihani amalga oshirib
oshirib 360 ming aholini ishli qilish uchun mahalla bankerlari va hokim yordamchilariga 2026 yilda yana 7,5 trillion so'm resurs ajratiladi. Prezidentimiz so'nggi murojaatnomalarida har bitta mahallaga alohida e'tibor qaratiladi. Har bitta mahallaylik xodimlarning ilg'or loyihalari mablag' bilan ta'minlanadi degan gaplari biz uchun hozirgi kunda olib borayotgan ishimiz yana rivojlantirish, yanada jadallashtirish uchun bir turtki bo'ldi. 2026 yil mahallaga qaratiladigan e'tiborni yanada ko'proq bo'lishining asosiy isboti bu 2026 yil nomi mahalla bilan bevosita bog'liqligi hisoblanadi. Asosiy e'tiborni ishsiz aholini kasbga tayyorlash bo'yicha deb ko'rsatildi. Bu murojaatnoma kelgusidagi faoliyatimizga dasturiy amal bo'lib xizmat qiladi. 2026 yildan boshlab har yili 100 ta texnikumni yangi texnologiya bilan, yangi o'quv qurollari bilan ta'minlab, aholini kasbiy rivojlantirishga asosiy urg'u berdilar. Bu borada bizning mahallamizda ham ishsiz aholini kasbga o'qitish, ularni ish bilan ta'minlash, fuqaroni qo'liga hunar o'rgatish bo'yicha ham ishlar olib borilmoqda. Hozirgi kunda mahallamizga murojaat qilgan 12 ta ayolni, demak, ikkitasini buxgalteriya bo'yicha, qolganlarini kompyuter texnologiyasini o'rgatish bo'yicha o'qishga yo'naltirganmiz. Bunaqa imkoniyatlar oldin yo'q edi. Prezidentimizning tashabbusiga asosan kasbga bo'lgan e'tibor yanada kuchaydi. 2026 yilda mahalla yoshlarining kitobxonlikka bo'lgan qiziqishini yanada oshirish maqsadida mahalla kutubxonalari har yili 10 million dona badiiy adabiyotlar bilan ta'minlanadi. 2026 yilda 1 million fuqaro doimiy ish bilan ta'minlanadi. 181 ming oila kambag'allikdan chiqariladi. Kambag'allik va ishsizlik darajasi 4,5% ga tushiriladi. Kambag'allikdan xoli mahallalar soni 3,5 mingtaga yetkaziladi. Bunday yondashuv orqali 2030 yilga qadar barcha tumanlardagi mahallalarga yangi O'zbekiston qiyofasi olib kiriladi. Hurmatli prezidentimiz o'z faoliyatlari davomida mahalla o'zlari borib, mahalladagi muammolarni o'rganib, ularni yechim topishda xalqqa har doim yordam berib kelmoqdalar. Biz bulardan ruhlanib, amalga oshirayotgan tashabbuslari, ishlarini qo'llab-quvvatlaymiz, davom ettiramiz. Hurmatli prezidentimizning tashabbuslarini biz albatta xalqqa yetkazib, ularning yonida prezidentning vakili sifatida mana shu mahalla yettiligi jonimizni berib, qo'limizni qo'lga berib, mahalla xalqiga xizmat qilamiz. Albatta oldimizda turgan maqsadlarga erishishda mahalla tizimining o'rni va ta'siri beqiyos. Zero mahalla totuv va ahil bo'lsa, jamiyat tinch va hamjihat bo'ladi. Mahalla rivojlansa, butun mamlakatimiz yuksalaveradi. Shuning uchun 2026 yil nomi bejizga mahalla bilan bog'lanmadi. Bundan buyon ham qilingan ishlar samarasi har bir xonadon, har bir ko'cha, har bir inson hayotida o'z ifodasini topib boraveradi.